ko'rishini bilmoqchi bo'lsangiz, birlikda magazinga kirasiz, bir dona napitka olasiz. Past deb o'ylasa ham bitta olasiz. Shuni ochib og'zida ichasiz. Keyin uzatasiz. Agar yaxshi ko'rgan odamingiz o'sha napitkani og'zini artmasdan ichsa, u sizni yaxshi ko'radi. Agar artsa, yolg'on. Chunki bitta mikrobga ishonmagan odam sizga bir vafodor bo'lish. Yolg'on. O'zi aslida sevgi degan tuyg'u bizani yurt uchun emas, to'g'risi. Bu qiyin. Bizani yurtda sevib qolish ham qiyin. Hech qachon yaxshi ko'rgan yigit borib onasiga bemalol aytolmaydi. Mana misol uchun, "Oyijon, men bitta qizni yaxshi ko'rib qoldimsa, voy baraka top, o'g'lim, katta yigit bo'lib qolibsan. Yaxshi qilibsan, zo'r qilibsan. Endi biz ham hali sovchilikka yurmaymiz, xonadonma-xonadon. Mana shu qiznikiga bora qolamiz" demaydi. "Oyi, men bittasini yaxshi ko'rib qoldim." Kim o megajin?